Xudoga mana bu yerda mashinalar yuklanyapti. Yaqin oradan beri dolzarb masalaga aylangan savollardan mabodoga O'zbekistonga ham yoki mijozlarimiz qo'liga yetib borgan vaqtda, mashinalarimiz yetib borgan vaqtda qandaydir tarafina bilan yoki DTP holat yetib borsa, bu javobgarlik kim bo'yniga tushadi? Zimmalar qanaqa bo'ladi? To'g'ri, bunaqa holat oralarda bo'lib turishi ehtimoli bor. Avvalo Alloh saqlasin, chunki bitta mashina mijozi ishonchiga kirib bitta mashinasini olib uni qo'liga yetib borguncha bizni bo'ynimizda hisoblanadi. Agar mashinalarda ozroq DTP tarafina shunaqa holatlar bo'lsa, to'liq biz javobgarligimizda bo'ladi. Avvalo bizni kelayotgan xodimlarimiz hammasini o'zini o'rnida sabablari bilan tajribali mutaxassislar qiladi. Mana hatto troslari bilan maxsus moslamalar bilan har bitta mashinani qatiradi. Shunda ham Alloh saqlasin birorta DTP holat bo'ladigan bo'lsa, hammasini biz bo'ladi. Demak, kompaniyamiz tomonidan oshig'i bilan oldindan xavfsizlik olinadi. Bozorga yetib borganda nimadir shunaqa tarafina yoki DTP tushunmovchiliklar bo'lsa, to'liq kompaniyamiz tomonidan xalaqit beriladi. Xuddi shunaqa. Tushunarli.